alaykum dada. Kim kavushimning orqasini bosib tayladi? Kim? Hayır men deydi. Men dadasi. Salonning salatini yaxshi ko'raman-da. Bo'lmasa Fırlatmasdan hiç. Çapırlamasdan ye ovqatni. Hop. İki qo'lda sindir nonni. Suyanmasdan o'tasan. Nogironmi bu? Tarbiya berishni bilmaysan, qishloqqa. Chapirlama kuchuk, chapirlama. O'qishdan nimaga to'r olding? Uxlab qopman. Almashtir. Sen nima kundaligingni olib kelmading? Dadajon, shuni stulchi ko'tarib kelyapti. Bor olib kel stolni. Yig'lama bo'ldi, jig'lama. Jilyappa. Qayda juribsan? Bola jig'layib yotibdi-ku. Lala ko'tangliklar olib keldim. Nima edi u? Bolaga taqsangiz mazza qilib yotadi. Hattoki tanglik borligini ham sezmaydi. Qaydan olib kelding? O'zbekiston hamma magazinlarida bor. Hattoki Uzum marketdan zakaz qilsangiz ham bo'ladi. To'g'ri gapir, reklamachiga o'xshab gapirasan. Reklamasiga pul olganmisan? Yo'q. Tariqa ko'zimga ko'rinma, bolaga o'zim qarayman. Qarashni ham bilmaysan. Papalam, seni taktını yedirtmem. Gelek dedikte, dozildi payom. Qaytada keldi? Tuya ko'rdilaringmi? O'lay yer ko'rganimiz yo'q. Ochib qo'yma, muklasan! Tog'dan tushmas qor bo'ling dada.